Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar. Mana navbatdagi kuhunli naborimiz ustunovkasini tugatdik. Kuhunli naborimiz materiallari rossiyskiy laminatdan tayyorlab berganmiz. High-tech fasonda. Bir chekkadan hozir sizlarga tanishtirib o'tamiz oshxona mebelimizni. Xo'p, oshxona mebelimiz avvalambor razmeriga keladigan bo'lsak, 520 ga 180 joyga joylashtirganmiz. Hozir bir chekkadan sizlarga qanaqa mexanizmlar ishlatilgan, stalisnikasi qanaqa bir boshdan ma'lumotlarni berib o'tamiz. Xo'p, aytganimizdek 520 joyga joylandi. Bu yoq tomonida foydalangani 60 cm lik, chuqurligi ham 60, eniga ham 60 cm lik shkaflarni joylab berganmiz. Intejerkalar fotorda. Stalisnikalari rossiyskiy zavodskiy 4 cm lik stalishnik bo'lgan. Ishiga, suvga, issiqqa 10 yil garantiyasi bor buni. Xo'p, qaylarni ham ko'rishingiz mumkin kengligini. Chekkalari plastmassa PVX kronka, shanilari davchi yaxshi qo'yilgan, vakuumlik. Xo'p, bu yoqda tortmalarni ko'rishingiz mumkin. Tag qismi ham laminat materialda bo'lgan, hidayat yoki material ishlatilmaganmiz. Bu yoq tomoniga rakvinasini joylab berganmiz. Xo'p, asosiysi mana posudammoyka ham shu joyga joylanib ketgan bu yo'li. Posudammoykasi ham. Xo'p, oshxona mebelimiz balandligiga keladigan bo'lsak, yerdan 265 balandlikda tayyorlangan. Xo'p, bu yoq tomoniga rangiga e'tibor berasizlar, kombinatsiyasiga. Mana sekretli eshiklari ham bor. Bu tomonida duxovka, mikrovalnovkasini ham bir yo'l qo'shib joylab olganmiz. Xudo xolisa mana eshiklariga umuman xalaqit berilmaydi. Asosiy mana sizlarga yana bitta nimasi xolodilnik. Buni mebeldan tushga qilib xolodilniklarni chiroyli holatda joylashtirib berdik. Shu ularga savol berib turasiz, ularga mana endi adashtirasiz. Mana bu qanaqa narsa